Assalomu alaykum. Men Rasulova Jumagul, Sirdaryo viloyati Mirzobod tumanida istiqomat qilaman. Yoshim 36 da. Mening qizim 2022-yil aprel oyidan boshlab o'tkir leykoz tashxisi bilan gematologiya onkologiya markazida davolanar edi. YouTube kanallarida ko'rganmiz, Telegram kanallarida ko'rib borardik bu mahsulotni. O'sha telefon orqali Manzuraxon bilan tanishib, bizga mana shu kompaniyaga taklif qildi. Bu mahsulotni dekabr oyidan boshlab ichib boryapmiz. Bu mahsulotni bir yil mobaynida qidirganman. Qizimda ximiyalar olgandan keyin oyoqlar og'rirdi, sochlar to'kilardi. Keyin 3 oydan keyin qizimda gepatit C aniqlandi. O'sha paytlarida qorinlari shishib ketardi. Juda ahvoli olgan ximiyalarimiz ichki organizmlarga, jigarlariga ta'sir qilardi. Juda og'riqlardan qiynalgan edi. Yo'q, faqat mana shu gematologiya onkologiya markaziga olib kelib davolaganman. Lekin yoshiga nisbatan ximiyalarni ko'p olgani uchun o'sish jarayonidan orqada edi. Keyin ishtahalari yo'q edi. Oyoqlarida ko'proq og'riq bo'lardi. Bu kalsiyni bitta tabletkadan 2 mahal berishni boshladim. Buni 6 oy davomida har muntazam ichib turdi. 2 mahal til ostidan so'rib bu ichib turildi. Bunisini 10 kun dam olib 20 kun ichib borardi. 20 kun ichib borgandan keyin 14 kun 15 kunda o'zi natijasini sezdi. Bunda tetiklashdi ko'proq. Bu mahsulotni iste'mol qilgandan keyin ko'proq jismoniy harakati yaxshi bo'ldi. Sochlar to'kilgandan keyin sochlari yaxshi o'sa boshladi. Eng asosiysi gepatit C dan butunlay ketdi gepatit C. 3 oy mobaynida gepatit C bizda umuman asorat qolmadi. Bu mahsulotimiz umuman tengi yo'q, juda ham yaxshi. Bu summaga hech qachon sog'ligini sotib olib bo'lmaydi. Men 1 yildan buyon mana shu Banisaga qatnayapman, lekin Banisadan qaraganda bu mahsulotga ishonchim katta bo'ldi. Bu kompaniyaga, Beliver kompaniyasiga hamda Manzuraxonga minnatdorchiligimni bildiraman.